Assalomu alaykum hammaga. Tabriklar. Kecha eshiklar qo'ymasdan oldin ponni tushirib olaman dedim, esimdan chiqib qoldi. 48-49 sendagi daraja issiq bo'lyaptimi bilmayman. Miyalarim achib bo'lyapti. Ikkitali eshiklar qo'yganmiz davorlari bilan. Magnit zamovlar. Mexanizm. Ko'rib baholarsa. Devorlari ancha tekis ekan, ustulamalades. Ancha mehnat qilishibdi. Poni shuvoqdan, roddan shuvoq qilishgan ekan. Aboyda stegimetdan qolib ketgan ekan. O'zi bu tomonda davor bo'lmaydi. Nalichnikni o'zini paradolni qilib kesib qo'yib berardi. Mana shu narsa qilib berdim. Davordan to'sib berdim. Keyin chiroyli chiqdi. Eshiklarimiz yengil eshiklar qo'ygandan keyin juda chiroyli ko'rinar ekan. Baquvvat eshigiga o'xshab turibdi. Kanatga eshik zamonaviy. Davorimiz 20 li. Arkani qoplab berdim. Kesmadim. Davorda devorimiz 18 edi qalinligi. Buni nima qilib orqasiga planka qilib qo'yib yubordim. Mana unga par bo'ldi kakirasi. Plintus shunday tikani, primoy plintus qo'yib yuborishadi. O'yinlar chiroyli chiqadi. Xohlasa. Ishonamiz. Sanuzel hammasi davorli bo'lgan, bitta oshxonani devori ingichka ekan. Davorsiz bo'ldi. Sanuzelgacha. Men bilasizlar, montaj qilmayman, montaj qilishni bilmayman. Qanday bo'lsa shunday video yo'q. YouTube ga qo'yaman. Xudo xolasa. Endi telefonim yaxshiroq telefon olib almashtirib olsam yaxshi chiqsa kerak. Palatnomiz 90 li. Eshikning o'zi razmeri 90. Joyda 97,5 98 qoldirishgan. Juda katta ekan. Biz odatda 80 li 70 li, 60 li eshik qo'yamiz, u har zamonda qo'yiladigan eshiklar bilan razmerlar. 90 li razmer. Ko'cha eshikda ham qo'yamiz, uni. Ponni. Devorlari ham ancha tekis ekan. Xohlasa endi keyingi ishga ishlangan joyimiz shipirib tozalab qo'yganmiz. Ortgan materiallar o'zlari olishgan, o'zlari olib topshirishadi. Ortganini qoldirdik. Assalomu alaykum hammaga.